Assalomu alaykum do'stlar. Shunday videolar borki, ular shunchaki qo'rqitmaydi yoki hayratda qoldirmaydi. Ular bizni dahshatga solib va atrofga asabiy qarashga majbur qiladi. Ba'zida kadr sir bo'lib qoladi va tovush yaqin atrofda butunlay boshqa dunyo bo'lgan narsa sodir bo'layotganiga ishora qiladi. Bugun biz mantiq kurashsiz o'z o'rnini bosadigan va haqiqat o'zini o'ziga xos maxfiy qoidalariga egadek tutadigan joyga eshik ochamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Daraxt o'zining qobiliyatini ishga tushirayotgandek yorug'lik nurlarini chiqaradi. Uni qo'lingiz bilan to'sib qo'ying va siz marosim ishtirokchisi kabi porlashni boshlaysiz. Ushbu balandlikda minglab tobutlar bor va u yerdan ko'rinish atmosfera sizni chekkada ushlab turadigan film uchun mo'ljallanganga o'xshaydi. Mana jamoaviy kuch qanday bo'ladi? Chumollar har biridan o'nlab marta og'irroq yuk ko'tarmoqdalar. Bu tayoqmi? Yo'q, bu kaltakesak. U shu qadar mohirlik bilan yashinadiki, diqqat bilan qaramasangiz uni sezmaysiz. Havoda jo'mrak osilib turibdi va undan kuchli oqim bilan suv oqib chiqmoqda. Buni sirini bilganlar kommentariyada yozib qoldirsin. Yerda chuqur teshik ochilib, atmosferadagi sukunat sezilarli darajada zichlashdi. Tabiiyki, hech kim bu yerda nima borligini tekshirishni xohlamaydi. Endi esa ushbu g'ayrioddiy jonzotga qarang. Momiq rang-barang kapalaklar go'yo tabiatning o'zi yorqinroq ranglar qo'shishga qaror qilgandek ko'rinadi. Okeanda go'zal va xavfli mavjudotlar bor va bu ularning makkor sehridir. Eski qayiq go'yo uni o'z himoyasi ostiga olishga qaror qilgandek jonivorlar bilan qoplangan va unga yaqinlashishi bilanoq ular yo'qoladi. Endi esa ushbu mitti va g'ayrioddiy jonzotga qarang. Bu nima? Bilganlar albatta yozib qoldirsin. Pastki oqim to'satdan ichkariga kirib, sho'ng'inni nazorat qilish uchun kurashga aylantirishi mumkin. Yer bir-biridan ajralib ketmoqda, go'yo nafas olayotgandek, suv omborining suvlarini tortmoqda va hozir savol bermaslik yaxshiroq ekanligini tushunib, tomosha qilish qoladi xolos. Osmon go'yo bu feyrvekmi yoki hozir o'zini ko'rsatishga qaror qilgan narsami degandek yorishib ketdi. Suv har bir tegishda bioluminescent nur bilan miltillaydi, go'yo uning tinchligini kim buzishga jur'at etganini tekshirayotgandek. Ushbu cho'pli jonzotlar qopdan yerga to'kilganida atmosfera kino syomkasiga o'xshardi va bu yerda asosiy savol keyin nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Bu yerda faqat bitta fikr bo'lishi mumkin. Bu kosmik tomoshadagi yagona kuzatuvchilardan uzoqmas. Hovuz birdan yer ostidan nimadir harakatlanayotgandek shiddatli girdobga aylanadi.
Bizning yaqin atrofimizda suvda yugura oladigan jonzotlar yashaydi va ularning qobiliyatlari tuyulganidan ancha kengroqdir. Qabristonda vaqt o'zini g'alati tutadi. Ikkinchi qadam va to'satdan siz ko'rishni rejalashtirmagan odamni ko'rasiz. Florida osmonida ko'zlari bilan bulutli suliyat chaqnadi. Go'yo kimdir sizni noma'lum uchrashishga tayyor yoki yo'qligini tekshirayotgandek. Endi esa ushbu kamdan kam uchraydigan ajoyib manzaraga qarang. Tungi tasvirlarni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, uni ko'zdan chetda qoldirish yaxshiroq edi. Bu kishi balig'i bilan birga qirg'oq bo'ylab sayr qildi va manzara shunchalik g'alati ediki, go'yo baliq qonunlari bir kunga to'xtatgandek edi. Bo'sh xonada o'z-o'zidan harakatlanadigan g'ildirakli tobut ko'pchilikni ko'p narsani o'ylashga majbur qiladi. Bir ko'zli toshbaqa endigina tuxumdan chiqdi va u boshqa birovning topshirig'i bilan sayyorani o'rganish uchun kelganga o'xshaydi. Tungi kamera ko'pchilikni hayratda qoldiradigan sirli lahzani tasvirga oldi. Yo'l katta yoriqqa bo'linib ketdi, go'yo yer chuqur nafas olgandek. Tabiatda tabiiy joy xatolarini tan olmaydigan usta dizayniga o'xshaydi. Ha do'stlar, yerning tasavvuri insonnikidan ancha dadilroq. Damavand tog'ida yer ostidan oltin gugur dioksidi oqimi otilib chiqmoqda. Quyosh nurlari muz kristallarini aks ettiradi va undan uzoqroqqa qarash qiyin bo'lgan effekt yaratadi. Mashinadagi ushbu itni statik elektr toki urdi va uning mo'ynasi tirik tutuvchi antenalarga aylandi. Internetda reptiloid jonzot kameraga xuddi bizni o'rganayotgandek qaragan videosi tarqaldi. Nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqiymi yoki fake'mi? Albatta yozib qoldiring. Meksika ko'rfazida kichkina ikki boshli akula tutildi. Tabiat yana bir bor dunyoning xilma-xilligi haqidagi tushunchamizga qarshi turadigan yangi jonzotni namoyish etdi. Ushbu erkak mashinada ketayotib yo'lda bir figuraga duch keldi, lekin u plash ostida hech kim yo'q edi. Bu albattaki dahshatli voqea. Ba'zida afsonalar hal qilinmagan mavjudotlarning arxivi bo'lib tuyuladi va bunday ijodga qarab, siz haqiqat chegarasi qayerda ekanligiga shubha qila boshlaysiz. Do'stlar, bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bundan-da qiziqarli videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.